Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mana sizlarga bir qator ma'lumot berib o'tay. Ruida kompaniyasini traktorlari va omochlari, frezerlari, yer tekizlovchi narsalar kerak bo'lsa, makkalar ekadigan selkalar kerak bo'lsa, frezerlar aloqaga chiqa olasizlar. Bizda mana ko'rib turganinglardek hamma narsalarni ma'lumotini berib o'tmoqchiman. Aziz do'stlar, traktorlarga to'xtalmaymiz. Hozir glavniy traktorlarni emas, omochlarni, selkalarni bir qator tanishtiraman sizlarni. Traktorlarni boshqa mana bu kitobda traktorlar haqida ma'lumot bor. Hop. Rollar kerak bo'lsa, kimga shu narsalar kerak bo'lsa, mana aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Hop. Mana bunaqa 50 ot kuchi traktorchilarimiz bor. Uzumlarni taylariga frezerlar bor. Yer tekizlagani. Yerni просто chop beradi. Sizlar agar to'layversangiz bo'laveradi. Frezerlarimiz mana shu yerda turgani bor. 1.75 santimetrligi narxlari $1800. Agar motobloklar kerak bo'lsa, salarkaligi bor. Mana bu benzinligi. Benzinligi ham, salarkaligi ham o'ta kuchlik deyishyapti. 15 yildan beri buni olgan ekan. 15 yildan beri zo'r ishlayapti deb maqtashyapti. 8 ot kuchi. Bunimiz 5 ot kuchi. Buni 13 ot kuchi, mana uni 8 ot kuchi ham bor. Endi bu komplet sotiladi. Bu bilan bu komplet sotiladi. Mana bularni endi bilmadim, uni so'rab beraman. Nomerlar qo'yib qo'yaman, aloqaga chiqa olasizlar. Yana bizda omochlarimiz bor. Omochga astoydil to'xtalamiz, chunki ma'lumot o'rnida 220, 200 ot kuchi, 240 ot kuchi, 250 ot kuchi, shunaqa katta omochlarimiz. Mana 427 degani 4 korpusli 27 santimetr oladi degani, bu 90, 100, 110 ot kuchlarga 90 dan 120 ot kuchigacha deyapti. 750 kilo deyapti mana bu. Перепружнилari bilan birga. Перепружнisiz olaman desanglar, unda arzonroq bo'ladi. Narxi ham, keyin kilosi ham 750 emas, 650 kilo bo'lishi mumkin. 140 santimetr, 150 santimetr yozib qo'yibdi bu yerda. Bu yerda adashibdi. 1.20 oladi bu. 1.20 oladi. Bu kattaroq yozib qo'yibdi bu yerda. Endi akalar 435 bo'ladigan bo'lsa, bu 4 korpusli 35 santimetr oladi yerda. Anaqasiga eniga 35 santimetr oladi. 120-140 ot kuchi ekan. 120-140 ot kuchiga ega traktorlar uchun. Kilosi 1100 kilo. 1 metr 40 santimetrdan 1 metr 50 santimetrgacha olar ekan. 440 4 korpusli 40 santimetr oladi. Birov olti olsa kerak, menimcha ruscha yozilgan, tushunmayman rus tilini. Shuning uchun ma'lumotni ham to'liq bera olmayapman. Hop, 160, 180 traktor ot kuchi. Kilosi 1 tonna 250. 160, 170 olar ekan eniga. Aziz do'stlar, 450 4 korpuslik 50 santimetr oladigani 100 nimasi ekan, ot kuchi 150 dan 210 ot kuchigacha. 1 tonna 480 kilo ekan. Eniga 140 2 metr, 1 metr 42 metr olar ekan eniga. Mana bular 527 degani endi 5 korpuslik 4 korpus emas, 5 korpusli 27 santimetr olar ekan. Mana bu
4 korpusli 20 olsa, bu shuni necha bitta 4+1 ekanda endi bu. 4 korpusli 4+1 ekan. Bunimiz 67 santimetr deyapti. 120 140 ot kuchi oladi, 860 kilo deyapti. Pereplužniylari bilan birga. Pereplužni kichkina omochlari bilan birga. Kichkina omochini olmasangiz 100 kilo, salkam 100 kilo ozayadi. Eniga 160 170 santimetr olar ekan.